Bir bola keldi. 15-16 yosh hozirda. Yosh bola keldi umra qilgan. Keldida qo'liga zamzamni olib aytayapti. Allohim, payg'ambar alayhisolatu vasallam bu zamzamni ichyapti, duo qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Robbim sendan nimani so'ragan bo'lsa shuni so'rayman. Bolani duosini qarang, 15 yashar duo. Bolani duo. Janobi Rasululloh sendan nima so'ragan bo'lsa shuni so'rayman. Robbim, seni uying erkalaydigan joy, sendan yana qo'shimcha qilib so'rayman. Allohim menga yaxshi bir xotin bergin. Bolani duosini qarang. Allohim menga yaxshi bir juft halol ber, pokiza halolidan ber. Davomini qarang duo. Va bizga deyapti. Shunday o'g'il berginki, bir o'g'il ber va unga shunday ilm berginki, duoni davomiyligini qarang. Menga yaxshi ayol ber, bizga bir o'g'il ber, unga shunday bir ilm berginki, o'zi vafot qilib ketgandan keyin ham ummatga foydasi bo'lsin. Foydalanib qoladigan joyda zamzam. Shuning uchun aytyapman sizlarga. Ana endi bora turib shoshilib ichib qo'ysak ham ichib qo'yamiz. Ana endi nima bo'ldi? U bola uylariga ketdi. Vaqt soat kelib turib Alloh taolo aytganidek juft halol berdi. Ularga bitta o'g'il farzand ham berdi. O'g'il farzand berdi. O'g'il farzand bergandan keyin unga shunaqangi ilm berdi, otasi so'radimi? Shunaqa ilm berdi, dunyoni olimlari kelib u bolani eshigini tagida duosini olgani va fatvo so'ragani turadigan bo'ldi. Kirganda olimlar so'rar ekan, yosh bolaga qilinayotgan murojaat qil. Taqsir, shuncha ilm, shuncha irfon, shuncha ma'rifat qayerdan desa, u kishi tabassum qilib turib, yarim stakan zamzamdan deb qo'yadi. Tushunmadik bunaqangi balog'at gap. Bizga tushuntirib bering desa, u kishi aytar ekan, kamtarona qilib. Menda hech narsa yo'q. Otam sunnatga muvofiq umra qilib, zamzam ichyapti turganda Rasulullohni o'rtaga qo'yib, meni Allohdan so'ragan va menga ilm so'ragan, Xudo shuni bergan. Bu yerdagi aytdim-ku, har bir qadamingiz, har bir lafzingiz, so'zingiz, fe'lingiz hammasi Xudoga bo'ladi. Chunki biz Zulhulayfada labbayk Allohumma umrata. Allohim senga umra qilaman. Qo'shnimga yoki qishlog'imga maqtanib qo'yish uchun demadik. Mana shu ishlar uchun shu yerga keldikmi? Alloh siz bilan biz umramizni xolis qilsin. Sun'adan, kibrlanishlikdan, tam'adan Xudo o'lsin. Mana bu yerda qaradim, yig'lab duo qildilaring-ku. Bu yerda duolar ijobat. Zamzam ichyap turganda ham ibodatmi? Duo ijobat. Endi boramizda 10 yerda zamzam ko'pgina. Bir tomoniga erkaklar, bir tomoniga ayollar turamiz, shoshilmasdan. Qo'limizga bir bardak stakan zamzamni olib turib, Ka'baga qarab turib, o'shanda aytamiz: Allohim qiyomatni chanqog'iga qilgin. Bu qiyomat kuni quyosh nayza bo'yi tushadigan kun bor, bu hamma yoq erib ketadigan kun. Shuni chanqog'iga qilgan turib, ana payg'ambar alayhisolatu vasallam sendan ummat uchun nima so'ragan bo'lsa, men ham shuni so'rayman. Ana undan keyin duoingizni qilavering.